kamida tashkillashtirishi o'ziga 2000 dan oshiq ketgan proyekt, xudo xolasa. Объемga ishlayapmiz. Katta plashatkadamiz. Mana hozir общий atrofdan ko'rinyapti va hokazo turuvchilar mumkin. Mana shu o'rtada turib gapirgan holatda kamera uzoqlashasiz, u narida bo'ladi, uzoqlashuv. Целом hozirgi moment bo'yicha mana shunaqa kartinka chiqadi. Xudo xolasa hamma narsani tayyor qilib, joy-joyiga qo'yib qo'ydik. Bitta qilishimiz kerak bo'lgan narsa boshlab olish. Qalay ketyapti jarayon? Yomon emas, bo'ladi, yaxshi. Lekin yana ham yaxshiroq bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugungi blogimizni boshlab oldik, xudo xolasa. Safarimizni Samarqandga Yuksalish Group kamida tashkillashtirishi o'ziga 2000 dan oshiq ketgan proyekt, xudo xolasa. Mana shuna tayyorgarlikda yo'lga chiqamiz. Kamera orqasida operatorimiz Kamoliddin, biz tayyormiz, shunaqa ketdik. Endi qo'ldan kelguncha jarayonni olib ketaveramiz, va'da beramiz-ku, atak полный ish jarayonimizda bo'lib o'tadigan jarayonlarni ko'rsatib yozib boramiz. Xo'p, xudo xolasa biz Samarqandga yetib kelib bo'ldik. Soatimiz уже 3 bo'ldi. Planim bo'yicha 2 da kelishim kerak edi, mana chiqsa. Короче, rusha qilatdi, shularni o'zini olib kelib oldik. Hozirgi vaqtda endi mana chimadanimizni tutamiz. Jarayon davomida videoni yuritish oson emas bizga, chunki juda ko'p inson qaraydi, juda ko'pga qiziq, juda ko'plar organizatsiya qiladi, yig'ishtiringlar, qo'yinglar va hokazo. Shuning uchun kuzatishda davom etinglar. Anchadan beri kameraga chiqmaganligim uchun o'zimga ham привычно bo'lyapti. Kamolni xudo xolasa bugun maksimalni hamma jarayonni, hamma etapini qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, yoritib borishga harakat qiladi. Целом bo'ldi, endi qolgani lokatsiyada ko'rishamiz. Assalomu alaykum, xudo xolasa Samarqandga yetib keldik. Operatorimiz Hali Samarqandda bo'lmagan narsa qilyapmiz. Qani, nimaga? Yo'q. Shu o'zi hamma narsa последний momentda zo'r tayyor bo'ladi deb biz oxirgi momentgacha kutyapmiz. Tayyorlamasdan spesial. Joyini ko'rsatasiz, kabellarni ulab, saytni chiqarib qo'yasiz. Ha. Antik generatorga tortasizlar? Ha, generator уже ketdi, hozir bo'yapti. To'pni mana bu yerga beradi, bu yoqni tarqatamiz. Birinchi joyimiz mana qo'ydik mana. Biz mana qo'ydik mana. Qo'ydim, to'shdi. Endi plan nima? Mana Mamitdan bittasini qo'yamiz. Mana podyezddan. Mana podyezdni ham bitta qo'yamiz. O'rtasiga bitta qo'yamiz. Narigi podyezdni chetidan qo'yamiz. Bu yoqdan u yoqdan. O'rtasiga to'g'ri bo'lagan keladi. Qachon anaqa bo'ladi? Iloji bo'lsa bu yoqqa qo'ysak ham bo'ladi. Mana bundoq qilib qo'ysa tepasi oxirigacha yorug' chiqmaydi. Bu yoqda ham o'rtasiga yog'ni yozgani, o'tda yana bitta yog'ga bularni oxiriga o'tdan o'tganimizda yana shu mana bitta Mamitga, bitta podyezdga, ana burchaga borib, Bari burchaga. Yo'q, mana bu burchaga. Mashitga, bittasi yana o'rtaga, bittasi yana o'sha podyezdga, ikkinchisi tugashiga, daryoga. И keyingi svetni bitta svet mana generator turibdi. Pashtimay generator turadigan joyga tashlanadi. Bu tarafga qarasin, bu tomonga. U tomonga qarash kerak. Hop. Daryo uy yorish uchun. Объемga ishlayapmiz. Katta plashatkadamiz. Qalay ketyapti jarayon? Yomon emas, bo'ladi, yaxshi. Lekin yana ham yaxshiroq bo'ladi.
chemodanni yoyib, ichida ulinchilni chiqarib, bitta biz tok tasha olaman yon tomonimizdan, avliga ham agar yetsa bolalarga hozir tok tasha beraman. She don't wanna strip no more, don't wanna hit that pole. Get my old plug, I get it in and go. Shot it, owe me something, better pay your toll. Hey, hey, I lit the spoon and I scraped the bowl. Scrape the bowl, scrape the bowl. Like it. Xudo xolisa og'izochar vaqti ham bu bo'ldi. Hop, hozirgi vaziyatda bizda общий jarayonlarimiz tayyor. Xudo xolisa ekspertlarimiz kelib, ya'ni Artemirov, Yo'ldosh Yusupov kelib, o'sha bitta testni o'tkazib olib, boshlash arafasini xudo xolisa o'tsak bo'ldi. Xudo xolisa biz tomonidan hamma ishlar amalga oshirilib o'tirildi. Ya'ni bu streamerskiy qismidan boshlab, kamera apparaturi texnik hamma joy-joyiga qo'yib, tayyorlab bo'ldi. Xudo xolisa yaxshi niyatlarda inshaalloh boshlab tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mana hozir общий atrof qanaqa ko'rinyapti va hokazo qurib o'tishida mumkin. Misol o'rtada turib mashta gapirishadi, mashta o'rtada turib gapirishadi. Va shu o'rtada turib gapirgan holatda kamera uzoqlashasiz. O naryoqda bo'ladi, uzoqlashadi. No, целом hozirgi moment bo'yicha mana shunaqa kartinka chiqadi. Xudo xolasa hamma narsani tayyor qilib, joy-joyiga qo'yib qo'ydik. Bitta qilishimiz kerak bo'lgan narsa boshlab olish inshaalloh. Alloh o'zi bizani qo'llab-quvvatlasin. Mana bu yerda ekranimizda prezentatsiya qiladigan bo'g'imiz orqada bo'ladi, mana ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Planimiz bo'yicha o'zi mana shu joyga joylashtirishimiz kerak edi aslida. No, shunaqa qarorga keldikki, что bu narsa to'g'rilariga qo'yganimiz qulay bo'ladi degan qarorga keldik. Ekspert bilan gaplashgan holatda. В целом shunaqa gaplar. Kursni davom ettiringlar. Jarayonni yoritib borishga harakatini qilamiz. Endi bizga viloyatda bo'lsa ozgina qiyin, Toshkentda bo'lsa bu oson, chunki Toshkentda bo'lganimiz hisobiga bolalar to'p, komanda katta, viloyatga chiqqandan keyin byudjet, byudjet taqiladi, bolalarni bordi keldisi va hokazo shunaqa jarayonlar. Xudo xolasa o'zimiz yorug' bo'lsin. Bizani ish stolimiz xudo xolasa masjidda bo'lib o'tadi. Burchakda o'zi ko'chada bo'lib o'tadigan vaziyat shaxsan o'zim uchun noqulay. No, klientlarimiz xohishini amalga oshirish va yangi o'zimizga, tak сказать, challenge ish etap, jarayon, o'sish nuqtalarini amalga oshirish albatta zavqli. Xudo xolasa inshaalloh bu vebinarimiz ham yaxshi o'tsin. Qo'ldan kelguncha hamma sabablarini, qo'ldan kelguncha hamma kuchimizni berib harakatimizni qildik. Inshaalloh zo'r bo'lsin, zo'r o'tsin. Avvalambor o'zani baxt, zo'r o'tish. Anvar aka, tayyormisiz? 3 2 1 efirdasiz. Jarayonimiz yaxshi ketyapti, ko'rsatmasin.
Bizda hozirgi vaziyatda ideya nima? Bironchi akamiz bor. Qo'shimchasi 4 ta kameramiz bor. Bittasi объемni ko'rsatadi, bittasi общий ko'rsatadi, bittasi средний, bittasi plan qilingan. Dron bilan obyektni ko'rsatib o'tyapmiz. Misol uchun yoki chiqayotgan ekspertimizni, gapirayotgan spikerimizni kadrni tepasidan ko'rsatib beramiz. Misol uchun bunday qilib mana shu pushka sveti ozgina xarakter berayotganligi uchun rangi ozgina qiyshiq bo'lyapti. To'g'ridan. Xo'p, xudo xolasa o'zi gapirgani bitirib kelishmayapti ham. Ikkinchidan vaqtdan bo'lmayapti. Fokusimizni boshimizda faqat mana shu masalada eson omon tugatib olsak, mendan baxtli inson yo'q. Chunki har bir proyekt, har bir katta kichik bo'lsin, hammasi o'ziga yarasha stress, kuch, energiya sarflanadi. Xudo xolasa maksimal chiroyli bo'lishga harakat qilamiz inshaalloh. Ko'rishda davom etamiz. Suvda qo'l qotib qolayotgandan yo bosilmayapti, yo o'zim sezmay holatda boshqasiga o'tib ketadi. Sahna orti operatorlarimiz. Hop. Xolboy aka. Sovuq aka ishlayapmiz. Sovuq ishlayapsiz aka. Mani elim, illatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar u mani kamida har dam. Salomaligi bor, oqibatda oxiri moddam. Aka chiqyaptilar. Ovoz yoqdim, o'qishni to'g'riladilar, ushtamiz. Bo'lib xayon ahli xarobotilar, devonayu mashoyiq abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. На востоке, что за жизнь без чайханы? На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы? Xo'p, bugungi efirimiz tugaganda ushbu videomiz ham yakuniga yetyapti. Xudo xolasa, bugungi jonli efirimiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Men bundan juda ham baquvvat xursandman. A также Yuksalish Group va bir guruh jamoasiga kattakon rahmat aytib qolaman. Kelishimizdan boshlab ketishimizgacha mazza qilamiz. Har doim kutib olishadi, kuzatib qo'yishadi, har doim yonimizda podдержка qilishadi va albatta bugungi bizning shaxsiy mashinamiz Lead Motors 8 va Kamoliddin bizga vaziyatlarimiz bo'lib yordam berdilar, baraka topsinlar, joylari sog' bo'lsin. Eng glavniy katta rahmatim Anvar akaga, Shohruh akaga va Yo'ldosh akaga baraka topinglar. Shunaqa insonlar bilan partnyorstvo va ish olib borayotganimizda men xursandman. Komanda bilan ish olib borayotgandan xursandman. Maksimalni har doim har holatda podдержка qilib, chiroyli kutib olib. Xudo xolasa videomiz ham o'z yakuniga yetyapti. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, podдержка qo'yinglar, kommentariy yozinglar albatta, podpiska tashlab qo'yinglar. Qo'ldan kelguncha maksimalni chiroyli yoritib berishga harakat qildik inshaalloh. Keyingi videolarda ko'rishguncha